Aka, qulfni yegim keldi. Bo'l Osmonni keyin olaman. Ana qon chiqmaydi. Aka, dugonalarim mehmonga kelmoqchi edi, uyda go'sht qolmabdi. Hozir. Nima qilay buni? Qovurib beraymi, qaynatib beraymi, yo tandir qilib beraymi? Aka, bu Kammi? Hozir olib kelaman yana. akajon telefonim. Sindimi? 17 16 qaysi birini chatasan? Yo, zaryadi. Mana po'rak, ana zaryadchi. Yo, zaryadkaga qo'ymoqchi edim. Svet yo'q ekan. Xonangga alohida transformator qo'yib beraman. Ko'tar. Singlim, bu ko'z yoshlaringning boisi nedir? O'qishdan yiqildim. Reklamani eshit. Buni yechimi axborot texnologiyalari va menejment universiteti. Assalomu alaykum. Qarshidagi eng yaxshi institut singlimni shaqqa olib kelib o'qishga. To'ppa-to'g'ri, bizda kontrakt narxlari juda ham hamyonbop bo'lib, magistratura va bakalavrda o'qish imkoniyatlari ham bor. Yurku. Necha ball oldilar o'zi o'qishdan? 102. Ha, yiqilib o'tibdi, qilasiz. Bizda 100 balldan yuqori olgan abituriyentlarimiz uchun kontrakt summasidan 50% gacha chegirmalar bor. So'rku? Kechki smenasi ham bor-ku, o'zim ham qo'ylaymi? Rahmat aka. Jonim fido senga, singil jonim. Ishqilib umringiz oxirigacha shunaqa saxiy bo'ling-da. Ha. Aka, uyda non qolmagan edi. 5000 so'm tashib berib turing. Ana, pul yo'q ekan, o'ylab tuzun beraman. Akam uylanib aynidi-da. Alaman sizlerim lerim alama Ayralan ko'rdim deb zalim qilma Lattes, men seni bekordan bekor 10 ming dollarga sotib olganim yo'q. Ko'zimga qara deyapman senga. Dada, bunisi ham yo'q deyapti. Nima deyapti bunisi? Alohida yashashga uyingiz yo'q ekan dedi. Tövba qildim. Bil, mana shu uchastkani yarimni sotaman, senga 2 xonalga yo'q beraman. Qanday shu gap? Davay. Mana uyda kalti. Hal qilmasdan uyga qaytib kelma. Bu. Qizlaringga aytib qo'y, ko'p noz qilmasin, alohida yashayman deb. Mana men 30 yildan beri qaynonamga yashab kelyapman, kichkinchigina o'lganim yo'q-ku. Nima bo'ldi, Xolmurod? Mashinangiz yo'q ekan deb tegmadi, dada. Xolmurod, o'zim minmagan mashina senga olib beray ekan dama. Yur bu yoqqa. Mana o'g'lim, mashincha senga, qizni o'g'liga bagati ko'ringan. Bo'ldi, dada, hal qilib kelaman. Hayot qiziqligini qarab, o'g'il gelikka, ota velikka. Qizlar davri keldi. Ha, yana nima bo'ldi? Tirjayib kelyapsan. O'qimagan ekansan, diploming yo'q deyapti. Yur, bir ish qilamiz sen bilan. Yur. Siz tanlovda adashmadingiz. Axborot texnologiyalari va menejment universitetiga xush kelibsiz. Bizning universitetimizda kechki va kunduzgi ta'lim bor va o'zini yotoqxonalarga ega. Bizda 20 dan ortiq bakalavr yo'nalishi va 10 ga yaqin magistr mutaxassisligi mavjud. Bizda o'g'ilcha shu yoqqa o'qisa katta odam bo'lib ketadimi? Albatta, axborot texnologiyalari va menejment universitetini tanlaganingizdan xursandmiz. Dada, tabriklar, rozi bo'ldi. Nima bo'ldi yana? Uyingiz ham bor ekan, mashinangiz ham bor ekan, o'qishga ham kirgan ekansan dedi. Shuncha narsa qilib berganimdan keyin rozi bo'ladi-da. Hozir qizlarga yigit kimligi bir tiyin. Otasini kimligi muhim ekanda, ha? Dal.